Mahmud Qashqarining yurtining Opal ekanligini isbotlaydigan birdan-bir tarixiy isbotning Uyg'urcha tarjimasi. Vahib nomining hozirgi zamon Uyg'ur tilidagi yechmasini Uyg'ur tilshunoslaridan Ibrohim Mutiye bilan Mirsulton Osmonov jafoliq tirishish orqasida vujudga chiqqan. Bu Vahib nomining to'liq tarjimasi bunda. Hijriya 1252-yili, ya'ni Qoli yili Ulug' Rajab oyining 14-kuni. Qashqar Shariat mahkamasining qozisi Tuvanda muhrimni bosqichi Manki Sodiq Alamshoh Ala Axun 114 yosh kirgan tandurusluq holatim, ilmga bo'lgan hissiyotim, ishtiyoqim va adablik kayfiyatim bilan ilm ma'rifatni mazmun qilgan 6 daftarni bir muqova tuplab, varaqlarga ijtihod qalami bilan zinnat berib yozilgan, qimmat bog'liq oltinlik setib olgan mulkim bo'lgan Masnaviy Sherif nomli kitobimni Qashqarning Opal rayoni tog' bag'rida Suzuk buloq sahnasida dafn qilingan Hazrati Mavlam Husayn o'g'li qalam egisi bo'lgan Mahmud Qashqarining mazirga mutlaq vahiba va abadiy sadiq qildim. Bu ulug' adibga ilm mutlaq vahiba qilgan ilm ma'rifat mazmunidagi bu kitobimni adiblar bilan ilm arboblarining biri Husayn o'g'li qalam egisi bo'lgan Mahmud Qashqarining muborak qabrisi ustida Suzuk buloq atrofida o'ltirib qalam egisi bo'lgan Hazrati Mavlam Husayn o'g'li Mahmud Qashqari ommaga ilm o'rgatib, ularning to'liq fazilatlik bo'lishiga tirishni umid qilaman. Vahib qilingan mazkur kitobimga bosh shogirdimni boshqaruvchi qilib tayinladim. Deb tuvanga men Sodiq Alam o'z muhrimni bosdim. Mazkur ixtirorimning rostligiga ulamo al-Nazar, bosh kotib Abdurrahim Nizari, No'ruz kotib, Turdush kotib, Turdi Sheyx, Opaldan Zaydin Qurulbegi qatorliqlar guvohdir. Mühür danlıq ulamo davrining olimi Molla Sodiq Shoh Ala o'g'li Mühür Hijriya 1208-yili, Miladiya 1836-yili 10-oyning 21-kuni juma yozildi. Uyg'ur olimlaridan Ibrohim Mutiye bilan Mirsulton Osmonov tarafidan tepilib, ilm dunyosiga sunilgan vaqtnomidagi ma'lumotlardan Mahmud Qashqari umrining oxirgi yillarini o'tkazgan va vafotidan keyin dafn qilingan yerning turk tillar divonida bizning yurtning bir yizning nomi deb tilga olgan Opal ekanligi oxir oydinlashgan.